bir g'oya ostida 656.171 nafar o'quvchilarni birlashtira olgan Jadidlar izidan Respublika tanlovining qizg'in pallasi tobora yaqinlashmoqda. Birinchi bosqichdan muvaffaqiyatli o'tgan 416 nafar ishtirokchilar Respublika bosqichiga yo'llanmani beruvchi bahsga kirishadi. 10 noyabr Namangan viloyati Namangan shahridagi 3-umumta'lim maktabi, 11 noyabr Surxondaryo viloyati Termiz shahridagi 26-umumta'lim maktabi, 12 noyabr Farg'ona viloyati Farg'ona shahridagi 25-umumta'lim maktabi, 13 noyabr Qashqadaryo viloyati Qarshi tumanidagi 71-umumta'lim maktabi, 14 noyabr Samarqand viloyati Oqdaryo tumanidagi 32-umumta'lim maktabi, 17 noyabr Buxoro viloyati Buxoro shahridagi 43-umumta'lim maktabi, 18 noyabr Navoiy viloyati Navoiy shahridagi 23-umumta'lim maktabi hamda Xorazm viloyati Urganch shahridagi 22-umumta'lim maktabi, 19 noyabr Qoraqalpog'iston Respublikasi Nukus shahridagi 52-umumta'lim maktabi, 20 noyabr Andijon viloyati Andijon tumanidagi 1-umumta'lim maktabi hamda Toshkent viloyati Zangiota tumanidagi 14-umumta'lim maktabi, 21 noyabr Jizzax viloyati Jizzax shahridagi 30-umumta'lim maktabi, 22 noyabr Sirdaryo viloyati Guliston shahridagi 8-umumta'lim maktabi hamda Toshkent shahar Mirzo Ulug'bek tumanidagi 338-umumta'lim maktabi hududiy bosqichga mezbonlik qiladi. Eslatib o'tamiz, respublika bosqichi yakunlariga ko'ra har bir sinf toifasi bo'yicha eng yuqori ball to'plagan 7 nafardan jami 14 nafar ishtirokchilar xorijiy davlatga ta'lim sayohatiga yuboriladi. Kitob o'qing, o'ylang, fikr bildiring. Kitob tafakkur manbai. Bizni Maktabgacha va Maktab ta'limi vazirligining ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalari orqali kuzatib boring.